Assalomu alaykum qadrdonlar, qarindoshlar va yaqinlar. Bugun Coca-Cola kompaniyasi menga qisqa ta'til berdi. Shu fursatdan foydalanib, moshdan shu kishimga topshirdim-da, sekin dam olishga yo'l oldim. 1-2 deb Korzinkaga kirdim. Korzinkada bozor qilishni boshladim. Garilla degan maymun gir o'ynaydi har kun deb maymonni banandan ham oldim. Bir itim bor nomichin ikkalamiz xopini olib, sherlarni yetib o'zim bozor qilishni boshladim. Xo'p, birinchi dam olishni sinfdoshlardan boshlaydim. Chunki 2 yil bo'ldi ular bilan ko'rishmaganimga. Men bozorni qilaman dedim, sizlar qolgan narsalarni olinglar dedim. Chorvoq qarab yo'l olinglar, men yetib boraman deb. Hamma narsa kerakli narsalarni oldim-da, Qizillab ko'chaga chiqdim. Ko'cha sovuq, -4 daraja. Shu orada buvimning gaplari esimga tushib ketdi. Odam libosi bilan go'zal deb aytardilar. Ha, mayli deb Viprintga haydadim. Bu yoqdan mingta kurtkani kiyib ko'rib, oxiri bittasini oldim. Sulton dachasiga yetib bordik. Ertalab bo'ldi. Va takatum rang, takatum tam deb qo'shiqlarni eshitib, sinfdoshlar bilan o'tirdik. Shu orada qarg'ani ko'p gapirtirmay, qarg'aga don sepib qo'ying. Shu orada akangizning mayli bitta o'qib qo'yingan gaplar esimga tushib ketdi. Sekingina og'aylarim bilan bassenga sho'ng'aymiz, bassenga ham o'tdik. Izzatchisiga Karis opadan massaj ham oldik va ertasi kuni qo'shnilar bilan yana Kumushkon tomonga yo'l oldik. Atmosferasi gap yo'q, zo'r. Oppoq hamma yoq, odamlar ko'p. Chiqib dam olish boshlaydi. Chimoli chigirtkani chaqiribdi choy ichgani. Deb qo'shni keling bir piyola choy iching dedi. Ha, mayli deb ular bilan choy ichib, dam olib, sirpanchiq uchib uyga qaytdik. Musaroyga bordik. Musaroyda hech qanaqa kanki-panki uchganim yo'q, chunki bilmayman uchishni. Sholpada Schwarzenegger akamni ko'rdim, Kal akamni ko'rdim, Jekchanni ham ko'rdim, Coca-Cola reseptini ham ko'rdim. Va indiniga uyga kelib akam bilan ovqat qildik. Oila davrasida chiroyli o'tirdik. Hadamiy juma ham kelib qopti. Jumaga kirib, juma namozini o'qidik. Va menga 12 yil ta'lim bergan karate sport ustalari oldiga bordim. Ular bilan ham bitta osh ustida gaplashib, yoshlikni esladik, o'tgan davrlarni esladik. Mazza qilib o'tirdik hammasi bilan. O'zimizni jaydar insonlar. Va undan keyin ishxona kollektiv bilan navbat keldi. Ular bilan o'tirdik. Faqat uzar hangomalar bo'ladi. Fil pandani cho'mildi, faqat yarmi ko'mildi deb qo'ylarimga morada qarab o'tdim va uborka esdan chiqmasin deb uborkani ham boshlab yubordim. Plexus qildim, pollarni artdim. Qolib ketmasin deb ovqat qilishni ham boshladim. Bitta o'zim. Yaxshi, qo'lim shiringina ekan, ovqatim zo'r chiqibdi. Hammasi chiroyli o'tdi, dam olish maroqli bo'ldi. Endi bu yog'iga ishga qaytishimiz kerak. Kalendarga qarasam, berilgan muddat yetib keldi. Ertasi kuni ishga bordim, Ritm jamoasi bilan ishni davom ettirdim. Jamoamiz aql va inoq, hammasiga rahmat.